o'zingizni nomingizni, sha'ningizni ehtiyot qilish. Menga sizni baxtingiz kerak. Siz qanchalik olimi bo'lasiz, qanchalik professor bo'lasiz, masala bir tomon. Siz buyuk insonlarni tarbiyalab dunyoga keltirib berishingiz kerak. Dunyoni beshigini tebratadigan odamlarning onasi bo'ling siz. Zamonni zayli zamonaviy bo'ling. Men qarshi emasman. Lekin zamonaviy bo'la turib agar shunday bola tarbiyalay olmasangiz, bu sizni yo'qotishingiz bo'ladi. Oila tutolmasangiz yo'qotishingiz bo'ladi. Oilani saqlash uchun harakat qilmasangiz, bu sizni yo'qotishingiz bo'ladi. Oila muqaddas institut. Mana bir joyda o'qidim. Oilani qadrlamagan, bo'ladi degan ayollar degan 60 dan keyin o'ynaydigan mushklari bo'ladi faqat. Tushuntira oldimmi? Lekin bizning millat qanday ajoyib millat. Vaqtida farzand, vaqtida oila. Shuning uchun men uchun sizlarni birinchi sha'nlaring, ota-onalaring bizga sizlarni omonat topshirgan. 4 yilda sizlardagi o'zgarishni ko'rsagina bizdan rozi bo'ladi. Sizdagi hayoni, sizdagi iboni, sizdagi bilimni, sizdagi farosatni. Farosat aqldan ham, bilimdan ham ustun turadi va farosat aql va bilimning mahsuli hisoblanadi. Qancha ko'p kitob o'qisangiz, qancha ko'p tajriba orttirsangiz, farosatingiz oshib boradi. Kam gap bo'lib qolasiz. Devorni u yog'ini ko'rib boshlaysiz. Xulosalar qilib boshlaysiz. Buning uchun yoshda olish kerak. Birdan bir sizlarga tilagim baxt. Baxt bu mehnat bilan bo'ladi. Baxt o'zi osmondan tushmaydi. Baxt bu o'zini majburlash bilan bo'ladi. Kino ko'rsangiz, foydali kino ko'ring. Xiyonatni oddiy qilib ko'rsatadigan serialdan nima foyda sizga? Men hech serial ko'rmayman. Vaqtimni qizg'anaman. Bitta film bo'lsa, uni ham ko'raman. Oskar olganmi yo'qmi? Kan festivalda qatnashganmi yo'qmi? E'tirof etilganmi yo'qmi? Qaysi asar asosida qilingan? U asar mashhurmi yo'qmi? Yoki bironta kishining biografik hayoti haqida Semmelweis mashhur ginekolog, u shaxs yashagan. U odam haqida bilishimiz kerak biz. Buni kashfiyot. Kinosini ko'rdim. Men shuncha vaqtimga roziman. Xuddi shundayki vaqtingizni qadrlang. Hozirdan o'zingizni ehtiyot qiling. Hayotdan zavqlaning. Hayotni yaxshi ko'ring.